Nima bu? Nima bu? Markasi qani buni? Xitoy mashinasi? Bu bilasizmi nima bu? Lito qizning ibrashni bolasi bu. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Charchabsiz? Sizdanmi bu? O nima gunoh ish qildingiz bunaqa mashina oldingiz aka? O bu nima bu? Nima? Hayfi Michelin bunga Michelin bolalar turibdi. Gap yo'q lekin qoyil. Nomi nima buni? Nima? Neutron? O'zi yozganmisiz bu nomni? Ku yuradi-ku, motor oldinda bo'ladi. Qayerda bo'ladi? Bu Xitoylardan qo'rqaman men. Motor pastiga ham tiqib beradi. Motor qani? Tushib qoldimi? Motor qani? Ben bilmeyman. Yo'q, hop gibrid degan motor yo'q degani emas-ku, bo'ladi-ku plasmasdan. Ana, korobkani pastida bo'lar ekan. Gibrid ekan. Qancha yuradi bu? 1000 kilometr. Bitta zapravka bilan 1000 kilometr. Nechagacha ham tokda yuradi? 60 dan past. 60 dan pastgacha tokda yurar ekan. 50-55 gacha tokda yurasizlar. Keyin benzinga o'tib ketar ekan. Bitta gaz bersangiz benzinga o'tib ketar ekanda. Ha, 30% gibrid ekanda bu. Bu Xitoyning yosh bolalari yig'ganmi deyman uyda. Tormozni bo'lsangiz zavod bo'lar ekan. Bo'ldi. Sarstop balobatarli yo'q ekan. Ha bu email ekan-ku bu email ekan. Emailnikidan ekan bu. Buni qarang, subhanalloh. Email ekan bu. Adashgan ekanman. Ana, emailnikidan ekan. Ish qilib ana $30,000 ga murojaat qilinglar. Panorama tom, kojuniy salon. Nomini qiynaldim. Sizlarning eslaringizda qolgan bo'lsa, kommentariyada yozib ketinglar. $30,000 mashina, marhamat. Nomerlarni qoldiramiz pastga. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilinglar.